Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun yana bir ishimizni yakunlaganmiz. Bu ishimiz qo'yganimizga 1-2 kun bo'lib qoldi. Andijon Uloqbosh tumani Qo'rg'oncha qishlog'iga qo'ygan ishimiz terrasamiz. Общий 5 ta oraliq bo'lgan. Har bitta oraliqlar 240 dan bo'lgan. 3 ta oraliqda romi bor, bittadan ochilishga berganmiz. 2 ta oraliqda eshigi bo'lgan. Ranglari zolotoy dub. Yo'dvi oynaga bir qavat Akfan originaliga bo'lgan. Akfan Neo'ga bo'lgan. Ustullarni arka fonda o'rab berganmiz. Ikki tomonga eshik qo'yib berganmiz kraft eshigidan. Uchkalari yopilishlari, ustullarni har doimgidek arka fonda o'rab berganmiz. Yopilishlari chiroq chiqan dog'asi ichkarisiga 35 lik podagonni qo'yib berganmiz hammasiga. Bu ishimizni 15 million 200 mingga qilib berganmiz. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar. Nomerlarimiz 99 lik 909 95 91 Telegram, WhatsApp. Hammasi ishlayapti. Rahmat, sog' bo'linglar.